Kelinglar, hozir sizlar bilan farzandimiz uchun aqiqaga olgan narsalarimizni raspakovka chek qilamiz. Hozir bularni bittama-bitta ochib chiqaman. Birinchi o'rinda mana shunaqa musikalniy ig'ildirakli shezlong ish qiladigan paytinglar bolani yotqizib qo'ysanglar, o'zi nafasi bilan o'zi qimirlab, ovunib yotadi. Mana shunaqa garshokcha. Buni yoniga farzandinglar yaqinlashganda garshokcha o'zi yonadi, svechasi. Bolam yig'lab qoldi. Mana shunaqa chiroyli xadunok. Bunda ko'pchilik bolachalar yurish paytida foydalanishadi. To'g'risi, mana shu mashinani oldidan indamasdan o'tib keta olmadim. Bu Mersni Maybach mashinasi. Xudo xohlasa katta bo'lganda o'zini puliga o'zi originalini sotib olib minishini nasib qilsin. Lekin buning ichida monitorlari ham bor. Yonadi, mana bu joydan muzikalari ham chalinadi. Zavod bo'ladi. Xuddi haqiqiy Mers mashinasining kichik varianti. Bu joyda o'zimni eshittirmasdan qolibdi, shuning uchun azushka qilaman. Mashinada bola bilan qiynalmasligi uchun mana shunaqa moshni qotib zo'r ko'tarib turadigan avtokreslo ham oldik. Bizga eng keraklisi mana shu Cool Baby kompaniyasidan elektronli lyulka, xuddi kravatni o'rnini bosadi. Mana onajonlar ish qilib yurishadi-yu, oshxonalarda ish qilib yurishganda farzandinglar mabodo yig'lab qolsa, o'zi avtomatik tarzda bolani ovoziga qimirlab musiqa chalib turadi. Kravatinglar tarafga qaratib ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Bunaqa kolyaskani ham juda ham xohlaganman. Baby Park O'zbekiston akkauntida juda ham ko'p kolyaskani vibrlari bor. Birinchi qo'l narxlar ancha arzon ularda. Chunki optimga ham tarqatishadi. Bu kolyaskani o'zining nasatkalari ham bor. Biz alohida avtokreslo olgan bo'lsak ham, buning ichida mana shunaqa avtokreslochasi ham bor. Onajonlar uchun ichida mana shunaqa sumkachasi ham chiqadi. Keyinchalik buni ichiga farzandinglar sig'masdan qoladi-yu, kattarganda buni olib tashlab o'zini yana katta bolalar sig'adigan kolyaskasini ham solib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham o'zining pultlari bor, bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Materiallari hibi, terlab ketmaydi yoki qichitmaydi. Baby Park O'zbekistonda mana shunaqa ikkitasi bitta stochklar ham bor. Bu lyulka sifatida foydalansa ham bo'ladi. Mana bunisi qimirlab turadi. Qisqasi hammasini Baby Park O'zbekiston bolalar magazinidan xarid qildik. Garshokchasidan tortib lyulka, kolyaska, mashaqa moshinchalarigacha olgan narsalarimizdan qaysi biri sizlarga ko'proq yoqdi?